Ulug'bek xazinesi 1. qism 6. mavzu. Upuqda görüngen tağlarning üstü sel-pal aqargan bolsa-mu, osmonda shalang bulutlar arasida yana yulduzlar pil-pil yenib turadi. Candan o'tadigan sovuq shamol yo'l bo'yidagi dal-daraxtlarni tinimsiz irg'anglatib, xuddi uduldagi bog'i maydon daryosidek shovqinlanadi. Odatda avgust ayida bunchalik sovuq bo'lmay, Samarqand bog'lari nafis qizg'uch rangga kirib, go'yo erkalayotgandek, illiq kuz oftobida ajoyib tovlanib turadi. Har kuni mushu chog'larda chet ellik harvalarga qovun tavuz bosgan dehqonlar, eshaklariga sevat-sevat novatring uzum ortgan bog'vallar, yuğallıqı çeynekte keladigan anar ve neşbitler qaçılangan sivetlerini başlarına koyuvagan yigitler bazarga aldırıp ütüşetdi. Ba'zida qo'tan qo'ylar, gohida qo'ng'iroqlarini jiringlatib to'gi karvonlarimi o'tadi. Biroq bugun cho'ng ko'chalar emas, chetin va so'qma tomlar bilan qo'rishalgan bog'lar, hovlilar, öyle, qısqası hamma yoq jimjit edi. Xuddi poytaxt Samarqandning xavf ostida qolganligini odamlarla emas, barliq jonivorlarning hammasi sezgandek. Ne qushlarning sayrishi, ne qo'y qo'zilarning ma'rashlari anglanmaydi. Hatto itlarmi ova tushuklariga kirib ketgandek qiladi. Ali Qushchi Qusam ibn Abbas maqbarasini o'tib, sol tarafga burilganda, Bayavan tarafda, yo'q, uning nerisida, Ko'k saroy maydonida nag'ri-dumboq ovozlari yangrab ketdi. Nag'ri-dumboq ovozlariga kanaylarning narasi qo'shilib, yer jahonni larziga soldi. Shoh oliylari otlanibdi, deb paraz qilgan Ali Qushchi ustoziga qutlug' tilab duo qildi. U tosh yeyitilgan cho'ng ko'chaga chiqib, juma masjidga burilganda, orqasidan Shohizinda qabristonligining udulidagi xonaqo tarafdan "Ya Allah do'st, ya Allah" degan ovozlar anglanib, bir to'p darvish ko'rindi. Uchisiga janda, başlarına öçkü terisinden tikilgen, uçluk kolah giygen, kollarında ısırık yandırılgan, ısırıktan tutkan dervişler gözlerini yumup, başlarını birdek çayqışıp, zoh bilen zikir kılıp kelivatatdı. Ya Allah dost, ya Allah, haq dost, ya Allah, pani dünya digeller, takvani terk etgeller, hemdu sana demestin, keyip sapa sürgeller. Günahları hesapsız, kıyameti medetsiz. Ya Allah dost, ya Allah, haq dost, ya Allah. Kalenderler sırqның ötkür hidini tartıp ve birdek çayqılıp, yahu o deginiçe Ali Qushchining yenidan ötüp ketishdi. Ali Qushchi o'zini chetga elib, ularni o'tkizibdi. O en keyinde ketavatgan qap-qara saqallari meydisiga tushib turgan bestilik dervishning burilib uziga qarag'anligini ko'rdi-da, yuragi jiq ketdi. Bu hiliq kuni kechasi ustoz so'ragan Qalendar Qarnoqi degan dervish edi. Qalendar Qarnoqi uningga boshlanishib, bilinar-bilinmas ta'zim qilgan bo'ldi. Ali Qushchi uning kuchga to'lgan qovul bastiga ve cul bulup ketken kiyim-kecheklarga qarag'inicha to'xtabla qoldi. Andan bir besip, iki besip, Cuma masjidining yan tarafidagi tar ko'chaga burildi. Qalendarlarning "Ya Allah dost, ya Allah'si" yiroqlab ketayotgan bo'lsa-mu, dervishning soqolliq yuzi, dardlik chiroyi Ali Qushchining ko'z oldidan neri ketmadi. Qalendar Iroq Yassi shahridan, to'g'rirog'i Yassi shahrining yaqin atrofidagi Qarnoq qal'asidan edi.
U buningdan taxminan 20 yil burun, ya'ni Qipchoq xoni Barak o'g'lan Sig'naq va Yassini besib olgan yili bir to'p yigit bilan Mirza Ulug'bekdan madad tilab kelgan edi. Qalendar o'sha yili Sayhun bo'ylarida bo'lgan Barak xonga qarshi urushda mislsiz botirlik ko'rsatib, ustozini o'limdan qutuldirib qolganlarning biri bo'lib qolgan edi. Biroq shu qatimqi urushda uning eng aziz do'stlari Yassilik va Sig'naqlik yigitlar halok bo'lgan edi. Shu sababdanmi yoki Mirza Ulug'bek qattiq mag'lubiyatga uchrab, Yassi raqiblarning qo'liga tushib qolganlikdanmi ish qilib, Shu sababdanmi yoki Mirza Ulug'bek qattiq mag'lubiyatga uchrab, Yassi raqiblarning qo'liga tushib qolganlikdanmi ish qilib, Qalendar askarlikdan voz kechib, o'zini ilm-fanga bag'ishlagan edi. U harbiychi kiyimlarini madrasa toliblarining sarapoyiga almashtirib, beshiga salla o'rab, Ulug'bek madrasasida Ali Qushchi bilan Mavlona Muhiddindan ta'lim oldi. U ilm sohasidami ko'plagan utuqlarni qozonib, ustozlarining mehriga muyassar bo'ldi. Xususan, turkiy tilda nurg'un yaxshi she'rlarni yozdi. Lekin shu oraliqda Falakning bu o'yinini qarang. U o'z ustozi Mavlona Muhiddinning qizi Xurshida Banuga kuyib qoldi. Mavlona Muhiddin odamgarchilik yuzidan shogirdini kuyovlik qilishga rozilik bildirgan bo'lsa-mu, lekin otasi Xo'ja Salohiddin Zargar bu nomrod shoirni suyimlik nevrasiga loyiq ko'rmay, shoirning ra'yini qaytirdi. Shuning bilan bu xushxuy, ko'ngilchak shoir to'satdan hammadan voz kechib bir zohidga aylandi. Aradan uzun o'tmayla u madrasani tashlab gadoylikqa yuzlandi. Bu voqeadan keyin Ali Qushchi uni bir necha qatim uchratgan edi. Lekin Qalendar ustozini ko'zimi ko'rmasga selib, ko'zlarini yumgan holda ko'ylak kiygan beshini chayqab, zikr qilganicha o'tib ketdi. Biroq u bugun nima uchundir burilib qaradi. Başlanıştı ta'zim qilgandek qildi. Bu ta'zim ishorati hurmatdanmi yoki tahdiddan bishoratmi? Iroqda Ko'ksaroy tarafda yanala nag'rikanay ovozlari yangraydi. Ko'cha va rastalarda yanala odamzod yo'q, jimjitlik hukm suradi. Odatda mushu chog'larda yo'g'on kun chelaklarni bo'yniga esib olgan tozaliqchilar ko'chalarga suv chechib, hamma yoqni yalasa tilga to'pi yo'qmagandek qilib supurib qo'yishadi. Keyin ko'chaning ikki chetidagi qator ketgan do'konlar ichilib, to'mirchilar o'choqlariga so'ksik va ko'mir qalab, gupiltitib bozg'an urishadi. Bastlik ham polvonlardek chabdas taqchilar osmonga qarab chopchigan shosh otlarni achchiq kishnitib taqalatdi. Taşçılar mermer taşlarını uyup, türlük nakışlık buyumlarını yasışattı. Çakçılar ot uçkullarını çaşırtıp, bıçak ve ay paltalarını çaklayttı. Destçiler kılıç ve hançerlerge kımmet bağlık destilerini takayttı. Kıskısı, gilemçiler, keştçiler, sandıkçılar, büyüşükçiler, kulallar, tünükçiler ve biskerlerinin hemmesi işqi kirişip, hemmi yak taraq turuq bulup gitetdi. Şundaqlı navaylar nan yıqışqa, halvıçılar halva etişke, samsipezler samsa, kebapçılar kebap pişirişe kirişip gitetdi. Issiq nan ve samsalarning, piyaz ve kebaplarning hor hem buz aralaş açıq ve mezelik puraqları hemmi yaqni çang keltirib o'tadi. Hozirchu do'konlar etik, hamma yoq jimjit. Ali Qushchi bu rastalarni yaxshi ko'radi. Qo'li bo'sh kunlari yoki kitob o'qib charchagan chog'larida ko'pincha mushu yerga kelib, ustalarning ishlariga zehn qo'yib,
ular bilan paranglashib o'ltirishni yoqtiratdi. Endilikda bo'lsa, tinch oqqan suvdek o'tayotgan bu hayot nima uchun dahshatli qora bo'ronga duch kelyotidi? Bu uzun rastida bir-biriga tutishib ketgan cho'ng-kichik do'konlar va ustaxonalar nima uchun xonavayron bo'ldi? Ali Qushchining ko'ngli bir qism bo'lib, qadamini tizlatdi. U tar yo'ldan o'tib, kichikroq bir to'rt ko'chaga chiqdi. Ko'chaning o'ttirisida shoxlari qurib ketgan bir tup shotut daraxti bor edi. Shotutning o'ng tarafida boloxonasi ko'chaga qaratilib silingan hashamatli bir bino qad ko'tarib turadi. Boloxonaning ostida qo'sh qanotli yo'g'on darvoza. Darvozaning o'ng qanotida eshik bor edi. Maydonning atrofi qishda silingan qator uylar bilan o'ralgan. Bu Salohiddin zargarning do'konlari bo'lib, ularma taqoqliq edi. Her bir eshikda atning kallasidek yo'g'on qulub esiqliq turadi. Ali Qushchi darvoza oldida to'xtab, yo'g'on mis halqalarni sharaqlatdi. Birdamdan keyin ichkaridan "Savdo qilmaymiz, do'kon ochilmaydi" degan bo'g'iq, xirqiroq ovoz anglandi. Kamina Ulug'bek madrasasidan Mevlana Muhiddinni ziyorat qilg'ili keldim. Kirib ayting, birodaringiz Ali Qushchi kelibdi-da. Ichkarida gursildigan oyoq tovushi anglandi. Sal o'tgandan keyin eshik qiyo ichilib, beliga qilich osgan nigir sifat qora yigit ko'rindi. Ali Qushchi usti yepiq qorong'u koridorga kirdi va tar oraliqdan o'tib, keng hovliga chiqdi. Hovlining to'rt tarafi oldi ayvonliq bino bo'lib, bir-biriga tutishib ketgan edi. Och qizil va to'q ko'k rangda nafs sirlangan egiz peshtoqlar, ayvonlarning naqshlik turuslari, bezaklik eshik darvozalar ko'z oftobida chaqnab, keng qo'roni ajoyib nurlantirib etgan edi. Ali Qushchi hovliga kirganda o'ng tarafdagi uyning eshigi asta ochilib, beshiga havorang ipak ro'mol solgan, uchisiga ushqu tushib turadigan havorang shoyi ko'nglak, putiga yoqut quyilgan esil xurum oyoq kiygan, tal chiviqdek nozik bir qiz chiqdi. Qiz Ali Qushchini ko'rib, yüzünü nefis havarang ro'mol bilan to'sib oldi va ohuning ko'zlaridek yo'g'on, uzun kirpikli ko'zlarini yerga qadab, qo'lini ko'ksiga olganicha egilib salom berdi. "Assalom, ustoz." "Tov, Xudoyim, bu nima karomat?" Bir necha minutning ishidilla her ikki oshiq ma'shuqni ko'rib qoldim desa, Xurshida Banu onundan ta'lim algan emas-ku. Uni ustoz degili. Ali Qushchining ko'ngli erib, "Ömring uzun bo'lg'ay qizim" dedi. "Dadang uydimi?" "Uyda, marhamat qiling ustoz." Xurshida Banu qo'lini ko'ksiga olganicha keyniga inib, uningga yo'l berdi. Banuning ovozimi o'zining jamolidek yaqinliq edi. Lekin uning ko'ngli tegi-tegidan yerim edi. Ali Qushchi ayvonga chiqib, avval dahlizga, andin sol tarafdagi uyga kirdi. Yerga xotin gilinlari silingan, to'risqa oltin qandil esilgan bu to'rt to'rikli ko'k keng uy Mevlana Muhiddinning dam elish uyi edi. Uyning to'ridagi qat-qat shoyi ko'rpalar ustida beshini par yostiqqa cho'kirib yotgan Mevlana Muhiddin uni ko'rib o'rnidan qo'zg'aldi. "Qo'zg'almang, birodarim, qo'zg'almang." Ali Qushchi tezlik bilan birodarining qishig'i o'tib, yukinib o'ltirdi. Mevlana Muhiddin 45 yoshlar chamesidagi, qosh ko'zlari qizining qosh ko'zlaridek qop-qora, chiroyi oq siriq kelgan, nozukkina, egiz bo'yliq odam edi. U peshonasini kichikkina shoyi yog'liq bilan tingib, beshiga uchluq qora taqiya kiyib, mut bilan tashlangan esil so'sar jubuga o'rnib olgan edi. Mevlana qo'sh-qo'sh oltin uzuklar taqalgan
uzun, inçik kollarını Ali Kuşçuğa sonup kürüştü de yastıkka kıysaydı. Xuda şifalık bəgey. Ali Kuşçu dua qılıp buraderiga qaradı. Qandaqraq tevqi göründünüzmü? Mevlana hə deb başlanıştı da közünü yumdu. Öyge talıplağı oxşaydigan yaş xizmetkar kirip utturga dastıxan saldı ve gümüş ligenlerde ıssiq nan, samsa, piyaz, postedek nipiz çini taxsilerde həsəl, badam ve quruq üzümlerini elip kirip koydu. Ali Kuşçuğa öyde nimedir bir nime kemdek tuyulup etrafıga qaradı da birdem hangıqıp qaldı. Kitaplar bilen lıq tunup turduğan iki tarafdaki ya şekillik çavellerde ne bir parça kitap, ne bir kol yazımı bolsun. Ulanın ornuğa puxta işlengen Jungo çinileri, qırğaqlarına altın suyu yaltılgan neqişlik pişadeler, güllük kümüş taxsi tabaqlar, nazik bizeklik abduva çeynekler, çoğun kiçik rengarenk kozular tızılgan bulup, val vul paqırab, keng öyni acayip çaqıntıp etken idi. Ali Kuşçu hayran bulup Mevlana Muhyiddin'e qaradı. Mevlana Muhyiddin yanıla gözlerini yumğunice yanpaşlap yatatdı. Ali Kuşçu öz köңlüde peyda bolğan allaqandaq yaman toyğunu besip. Tönügün ustaz çaqırtqan eken, Köksarayda boldum, dedi. Mevlana Muhyiddin ornida bir qimirlap yutilib qoydi. Keminimi çabarman evetken eken, əpsiske ağırıp qilip baramadım. Mevlana Muhyiddin nimi üçündür qızırıp Ali Kuşçu'nu dastıxanga təklif qıldı. Əcəbnərlik şu ki, o ustaz toğrusida bir eğizmo gep qilmidi. Ustaz sizge salam etdi. Əbədil əbəd salamet boğay, merhamet, nazı nimetlerden alğaysız buradarım. Mevlana Muhyiddin aldarab tinib, nanını sundurup, Ali Kuşçu'nu yine dastıxanga təklif qıldı. Ali Kuşçu soğuk gülümsirep, Ustaz, sizge salam yollaş bilen bille bir muhim işini tapşurdu, dedi. Mevlana Muhyiddin'nin nan sundurvatqan nazik barmaqları harekettin toxtab, havada muallaq turib qalğandek boldu. Nimi işken? Xəbəriniz bardır, dostum. Bugün taң səhər bilen Hazreti Aliləri Mavara Ünnəyir çigrisiga qoşun tartib kirgen Şahzadəyə qarşı yürüş başladı. İnşallah 40 yıl şafaat qılğan Tanrı Taala bu qatımda öz inayetini ayımaz. Vəlikin Ali Kuşçu ustazdan qəmkin çırayını göz alığı keltirib bir tartdı. Vəlikin Qabil bende əxd Alanın ixtiyarını bilməkdən acizdir. Əgər də bəxt quşu Şahzadənin beşiğə qonub, yurt asayişliği bozulsa, Rəsədxanadakı barıca nadir kitaplarını, kemdin-kem uçraydigan barıca qol yazmalarını saqlab qalmaq siz hem bizge yüklünüdü, aziz buradarim. Mevlana Muhyiddin şaqqıda burulup Ali Kuşçuğa qaradı. Saqlab qalmaq, bunun üçün nima qilmaq kerak? Aqlimga sig'maydi. Bunun üçün eng esil qo'lyozma va kitoblarni Rəsədxanadan elib chiqib, ishonchlik joyga uyushtirmaq kerak. Ishonchlik joy. Bu dargohni demakchimi? Mevlana Muhyiddinning chiroyida shundoq bir sarosimalik paydo bo'ldiki, Ali Kuşçu kulimsirab bosh chayqadi. Yo'q, birodar. Bu dergah muvaffaq emas. Gap 1-2 kitapda emas. Belki 5-6 tügüge yük bulduğun xazine üstüde ketivatıdı. Mevlana Muhyiddin altın üzükle taqalgan inçik kolları bilen dastıxanını yığıştırgan peti cim bulup qaldı. Bizning dergahimiz muvaffaq kelmese, kemini nima qilay? Maqsadingizni tushunmadim. Nimishqa tushunmaysiz dostum? Dedi Ali Kuşçu zerdisi qaynab.
Ustoz, siz bilan meni eng yaqin shogirdlarim deb bu ishni topshirdi. Paqir huzuringizga maslahat so'rab keldim. Mevlana Muhittinning oq sariq yuzi qizarib ketdi. Apu qilg'aysiz, dedi u tamtirab. Bu to'limi mushkul ishkan. Kamina bu ishqa qiblagohimdan beso'roq qo'l tiqolmayman. İcazet bersangiz, ol zotdan maslahat so'rab ko'ray. Ali Qushchi ma'qul degan ma'noda boshlanishdi. Mevlana Muhittin aldirab tinib o'rnidan turdi-da, qo'shiqqa o'xshaydigan parqaroq qora xurum oyig'ini putiga yilib, ship-ship dassab uydan chiqib ketdi. Ali Qushchi qo'lidagi gullik piyolani aylantirgunicha cho'nqur xiyolga cho'mdi. Mevlana Muhittin Ulug'bek madrasasiga mudarris qilib tayinlagan yili. Salohiddin Zargar mushu qo'rg'ida butun Samarqanddagi ilm ahliga ziyofat bergan edi. Ziyofatga fazilatli ustoz Qozizoda Rumi bilan Hazrati Oliylarni qadam tashrif qilgan edi. Shu chog'da Salohiddin Zargar suyimlik o'g'li Mevlana Muhittin uchun yiqqan esil qo'l yozmalarni ko'z-ko'z qilib, Hazrati Oliylarning maqtishiga sazovar bo'lgan edi. Aslida Salohiddin Zargar bu martaba, bu obro'y, bu boyliqlarning hammasiga Mirza Ulug'bekning soyasida erishgan edi. Ustoz shogirdi Mevlana Muhittinni bekmi yaxshi ko'radi. Uning bilimiga va qobiliyatiga shundoq yuksak baho berganki, uni yosh bo'lsa-mu mudarrisga ko'tarib, nihoyat ko'p boyliqlarni ato qildi. O'g'liga bo'lgan bu izzat hurmat tufaylidan otasi Xo'ja Salohiddin Zargar Tarxon degan nomga erishdi. Mirza Ulug'bek uningga savdo ahlidan hech biriga bermagan imtiyozlarni berdi. Hatto uni alohida soliqdanmi ozod qildi. Qisqasi, Salohiddin Zargar Mavara ünlərdəki ən nüfuzlu kişilərdən biriga, ən çoğ savdogarga aylandi. Əmdilikdə heyhat, Ali Qushchi ayaq tivishini işitib beshini ko'tardi. Bo'sug'ida pil tishidan yasalgan oppoq hosiga tayinib, Xo'ja Salohiddin Zargar turadi. U ustiga qizil muvt ton, beshiga zar basqan ushliq gilam do'ppi kiygan holda pagada to'xtab, o'skilan qoshlari ostiga yushirilgan o'tkir ko'zlarini Ali Qushchiga tikib turadi. 70 ga kirib qolgan bu buvayning qaddi qomatidan, oppoq, suzunchoq yuzidan, hatto kiyinishlardanmi allaqandoq yushurin bir go'zallik chiqib turadi. Yuzi vijikkina bo'lsa-mu, zuvlisi pishiq, ko'zlari o'tkir edi. Ali Qushchi o'rnidan turib, onunla kemterlik bilen salam berdi. Bolay pil tishidan yasalgan dastisiga dur ve yaqut o'rnatilgan hassini tamg'a yulab qo'yib, to'rdagi ko'rpaga kelib o'ltirdi ve Ali Qushchi bilen o'g'liga ikki yenidan o'rin ko'rsatdi. Baya dastan hazırlagan yaş xizmatkor shapsiz qadam besib kirib, o'tturdagi kumush leganni elib chiqib ketdi. Ve birdemden keyin altın tabaqlarda yeni meyve-çivelerni elib girdi. Ta ki bu işler beca keltirilib bo'g'icha Salohiddin Zargar zuvan sürmey jim o'ltirdi. Yosh xizmatkor keynichi minib chiqib ketgandan keyin ondan beshini ko'tarib, o'tkir ko'zlari bilan yana Ali Qushchiga tikildi. Uzun bo'ldi. Namrat uyimizga qadam basmagan ediniz. Endi hoş kepsiz Mevlana. Ali Qushchi uning Namrat uyimiz deginiga ichida kulib qo'ydi. Rahmat sizga. Huzuringizga bir maqsad bilan kelgandim taqsir. Mevlana Muhittin aytqandi. Salohiddin Zargar aytdi degan ma'noda boshlanishdi. Keyin piyoladagi xushpuroqlik choyni ichgach, asta gap boshladi. Bu masalani muhokama qilmoqdan burun sizga deydigan bir og'iz gapim bor.
Mevlana, sizning Mirza Ulug'bek hazratlarining toj taxtdan ayrilganligidan xabaringiz bormikin? Buvayning qo'yuq qoshlari, ostiga yushirilgan chiqili ko'zlari Ali qushiga tikandek qadilib turadi. Yo'q, kemina tunugunla Hazreti Alilarning huzurida edim. Shoh oliylari bugun tong sahar bilan lashkar tortib, Saloydin Tarxon toqatsizlanib gavdasini qimirlatib qo'ydi. Sizga ma'lum bo'lib qolgaykim, Baxtiyor Shahzoda Mirza Abdulatifning lashkarlari hozir dovonda turibdi. Hazrati oliylarining jimiki sarkarlari taxtimizning varisi Abdulatifga taslim bo'lganmish. Ali Qushchi buni ustozning tunugungi ruhiy tushkunligidan sezgan edi. Biroq Saloydin zargarning hokimiyat ishlariga bu qadar qiziqishi uni to'liq hayron qoldirdi. Mevlana Muhiddin go'yo bu shum xabardan yuragi mujilib ketayotgandek, beshini tuvan solganicha tugilib o'ltiradi. Endi sizdan shuni so'ramoqchiman, Mevlana. Bu müşkül vaziyatda jazm qilgan ishingizning naqadar xatarli ekanligini mulohaza qilib ko'rdingizmi? Saloydin zargar qo'lidagi piyolani o'g'liga sunib, Ali Qushchiga tikilib qaradi. Ali Qushchi, ha, mulohaza qilib ko'rdim demoqchi edi. Lekin bovay ovozini sal ko'tarib, yana shu narsa ma'lum bo'lgaykim, dedi. Siz yushirib qolmoqchi bo'lgan ilm javharlari o'tda kuydirilmakka fatvo qilingan. Ali Qushchi cho'chib ketdi. Bu qaysi joyilning fatvosikin? Bu so'zning xulosa shulkim, dedi Saloydin zargar uning savoliga javob bermay. Kutubxonani saqlab qilib, kupur kitoblarni yushirmoqni niyat qilgan gunohkor bandimi shul kitoblar gulxonida ko'ymiki haqdir. Buni astoydil muhokama qilib ko'rdingizmi, o'g'lim? Bovayning oxirgi so'zlari tahdidlik ohangda aytilgan bo'lg'achqa, Ali Qushchi ixtiyorsiz holda shurkunib ketdi. Ko'pni ko'rgan, ham bu dunyo lazzatini tetigan, ham umrida ko'p jafo chekkan bu o'ktam bovayning samimiyligida shak yo'q edi. Biroq bu gaplar nima uchun Ali Qushchining yuragiga nashtardek sanjildi? Nima uchun oqshom ustoz xeyim xatardan so'z ochganda cho'chimagan bu odam endi cho'chidi? Ya u chog'da ishning bunchalik yomon bo'ladiganligini bilmaganmidi? Bas, bilgan bo'lsa qandoq qiladi? Mangan yo'lidan qaytarmidi. Ilm-fandan voz kechib taqvodorlik yo'liga o'tamidi. Ulug'bek madrasasini, rasadxonani tashlab masjidga berib olamidi. Mudarrislik taqiyasini tashlab beshiga imomlik sallasini o'rib olarmidi. Ali Qushchining o'ylanib qolganligini ko'rgan Saloydin zargar, o'g'lim Ali, dedi muloyimlik bilan. Alloh taolo shohid, men sizni o'z bolamdinmi yaxshi ko'raman. Sizning beshingizga kelgan dard alam o'z o'g'limning beshiga kelgan dard alam demakdir. Bu ishda bakmi ehtiyotchan bo'lmagingizni ota o'rnida tilayman. Bovayning so'zlaridagi samimiylik Ali Qushchining ko'ngliga yoqdi. U minnatdorlik bildirishga tamshaldi-yu, ustozi yana esiga kelib, o'zidan norozi bo'ldi. Hikmatlik nasihatingiz uchun tashakkur, taqsir, dedi Ali Qushchi. Faqir sizning nasihatlaringizning samimiy ekanligiga ishonaman, ammo Ali Qushchi hayajonlanib, g'urt qilib yutindi. Ammo gap oddiy javharlar, ya'ni oltin va javohirlar ustida emas, balki ilm javohirlar ustida bo'layotidi. İnsaniyetning eng yetuk farzandlari barpo qilgan xazina ustida bo'layotidi. Sizga muayyanki, ustoz Mirza Ulug'bek
bu xəzinəni səlkəm 40 yılda toplagan. Mən bolsam Ustaz Mirza Ulug'bekning mehri şəfqəti bilan adam bolğanman. Ustazining aş nedini bergen ilmini unutgan şagirdning ko'zi ko'r bo'lur, taqsir. Bas, kamina öz jinimni saqlab qilish uchun ustozning rayini qayturgandan ko'ra, siz aytgan xurofat gulxonida ko'ymakni afzal ko'raman. Hayajondan nafsi qisilgan Ali Qushchi cho'nqur tinib oldida Mevlana Muhiddinga yoshirin ko'z tashladi. Mevlana Muhiddin yanıla bayıqidek lam jim demey olturatdı. Onun duha ve taqiye kiygen beşi texmo sangalap ketken idi. Mevlana Ali Qushchi, dedi bovay appak qaşlarıdı sılap. Siz nahaytı gururluq, tonumu uluq sözlerini kıldınız. Ama pekir aciz bendini keçürgeysiz. Bu sözlerini sizde köpnü köygen danişmen Mevlana emes, ilim dergahıga emdili qadam koygan 15 yaşlık talip kılsı yarışır idi. Salahiddin Zerger Ali Qushchining gap qilmoqchi bo'lganligini ko'rib qo'l silkidi. Sözümni tugel aytmoqqa ijozat bergaysiz, Mevlana. Siz Hazreti Alilarga bo'lgan mehr muhabbatingiz bilan so'zladingiz. Durust. Ol zati şerifning mehr shafqatini unutmak tuzkorluqdir. Ammo sizga bir suolim bor. Marhamat taqsir. Sizning suyumlik nevram Xurshida Banuni Əmər İbrahim Bəginin kenci oğluğa nikahlab berginimden xəbəriniz bardır. Xəbərim var. Amma bu acizəmizдің Şahzadə Abdüləziz tüpeyli bəxti qara boğanlığıdan xəbəriniz barmı? Dedi Salahiddin Zərgər. Közüge tosatdın yaş edip. Bilmisiniz bilip koyun Mevlana. Mirza Ulug'bekning suyumlik oğlu Şahzadə Abdüləziz kuyoğlumuzni qatl qiltirib, bir mümin bendining halal cüptini tartib oldi. Ve Peygamber aleyhisselam mekruh deb bilgen harem xoniga didak qildi. Biz devlet panah Mirza Ulug'bekdan xayr saxovat ko'rgan bo'lsaqmi, uning pushtidan mislisiz xo'rliq tartdiq, Mevlana Ali. Buvay yanchiqidan enber yedi purab turgan ipek yağlığını elip göz yaşlarını sürttü. Mevlana Muhiddin'nin yığlavatqanlığını görgen Ali Qushchi ularning ko'zini qochirdi ve ustazining onun tini aciz, dili sunuq degan gaplarini esiga oldi. Estağfurullah, tini aciz, dili sunuq. Bu Şahzade Ulug' atasının beshiga nima külpetlerini salmadı. Samarqandda 1-2 ay qolganda bir muncha emirlarga zo'rliq qildi. Ularni Hazreti Alilarga düşmanlashtirdi. Ustoz bo'lsa, ati bo'lganlikdan uni tini aciz, dili sunuq deb qon yutib yurdi. Ustoz Şahzadening bu razil qilmishlaridan xabarsiz ekan. Apu so'radi, dedi Ali Qushchi. Salahiddin Zerger tərin turib qo'l silkidi. Apudan nima foyda? Bular ish bo'ldi, Mevlana. Ali Qushchining ko'z oldida yo'lda uchratgan qalendar qarnoqi paydo bo'lib, erigan ko'ngli qayta muzladi. Afsuski, chiqqan ko'z o'rniga tushmaydi. Va lekin Şahzadening bu yomon qilmishlari uchun ustozdan 100 o'rmak insofliq ish bo'lmas taqsir. Salahiddin Zerger asabiylashib o'rnidan qo'zg'alib qo'ydi. Mevlana Ali, hamma mo'min bandining erki ixtiyori o'zidadir. Siz bu xatarlik ishga qo'l tiqishga bel bog'labsiz. İxtiyor o'zingizda. Ammo siz ta'riflagan bu mislisiz xazinani deb barliqimizni, avlod ajdodlarimizning hayot mamotlik manfaatini qurbon qilmoqni lozim ko'rmayman. Vassalom.
Bu qari tulki oxiri ko'nglidagi hamma gapni aytdi-g'u. Ali qushchi vujudida paydo bo'lgan titrakni aram besib buvayga qaradi. Siz bu xatarlik ishdan cho'chimsingizmi bo'ladi taqsir. Huzuringizga kelmakdan maqsad azroq pul va maslahat so'rash edi, xolos. Pul? Qo'rqmang taqsir, dedi Ali qushchi. Pul so'zini anglagan Salohiddin zargarning darhol sayrlashib ketganligini ko'rib, ustoz bu ishda lozim bo'lur deb ozroq oltin javohir qoldirdi. Salohiddin Tarxon aldirab, javohir deb so'radi. Qandoq javohir ekan? Kamina bu javohirlarning qimmatini bilmaydi ekanman. Ammo ustoz bu javohirlarning buvisi Amir Temurdan qolganligini aytdi. Salohiddin zargarning chiroyiga qon yugurib, cho'nqur patqan ko'zlari chaqnab ketdi. Baxt ikisi Amir Temurdan qolgan javohirlar. Bu javohirlarni ilib keldingizmi? Yo yushirib qo'ydingizmi, Mevlana? Yushirib qo'ydim. Qayerga? Dedi bobay pichirlab. Ishonchlik joymi? Ali qushchi kitob tizilgan javonlarni ko'z oldiga keltirib, ishida kulib qo'ydi. Ha. Amir Temurning javohirlari bo'lsa ehtiyot qilmoq kerak. Zodi ehtiyot qilmoq kerak. Ajab emaskim, Mirza Ulug'bekning javharlarini buvisi Amir Temurning shu javohirlari saqlab qolalisa. Ammo bobay Ali qushi tarafga ingishib yana pichirdi. Bu gapni yolg'iz menla angladim, Mevlana. Boshqa birov anglab qolmasin, hatto o'g'limmi anglamasin. Salohiddin zargarningla emas, Mevlana Muhiddinning chiroylari o'ngib, ko'zlari allaqandoq chakchiyib ketgan edi. Buni ko'rgan Ali qushchining ko'nglida bu sirni oshkorlab qo'yg'inim bo'lmagan o'xshaydi degan o'y kechdi. Shu sababdanmi yoki Salohiddin zargarning tahdidlik so'zlari qattiq ta'sir qilganlikdanmi? Ishqilib, Ali qushchi bu ota bola bilan xo'shlashganda kallasida vahima paydo bo'ldi-da, nima uchundir hujrada mayus holatda o'ltirgan onasi Tilla bibi esiga kelib, yuragi o'rtandi. Qadrli kitob anglash to'pidagi tingsharmanlar, Ulug'bek xazinasining 1-qism 6-mavzu tamom. Davomini 7-mavzuni keyin anglatamiz. Rahmat sizlarga.